Assalomu alaykum. Tanijonlaring sog'mi? Mana men Farg'ona shahardan uy oldim, o'rtoqlar, shahardan. Uy. Endi bu meni ikkinchi xonasi. Endi sizlarga men mashinamni sotib, boshlang'ich to'lovini qilib uy oldim. Hurmatli donator tog'alar, men sizlarni 31-dekabr soat 25:00 da katta ehson batilga taklif qilaman. Shu ayol jonim bilan mashinamni sotib uy oldim. Iloyim Alloh rozi bo'lsin. Bo'lmaganda bir kabesh olishga bir ehson o'tkazib bersalaring, iltimos, mendan qaytmasa Allohdan qaytadi. Qishloqlardan qutuldim. Faqat bitta kabeshga ehson qivoringlar. Yo sog', yo mast holda yangi yil kuni kutaman sizlarni.